Xush, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek DLC Uralov kanali bo'ladi. Bugun sizlar bilan hali endi kelishi kutilgan DLC 26 ni va qanaqa qilib DLC 26 ni 1-2 kun oldin ochishdi va qanaqangi VPNlar bilan qilganimni ko'rsatib beraman va DLC 26 ni sizlar ham tezroq ochib olishingiz, 1-2 kun oldin o'ynab boshlashingiz mumkin. Xush, qani bo'lmasam ketdik. Va albatta stadionlar qanday bo'ladi, hammasi haqida ma'lumot beraman. Qanaqangi special playerlar, qanaqangi klan qo'shilgan, qanaqangi DPLga yig'iladigan o'yinchilar qo'shilgan va boshqa narsalarni ham albatta sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'sh, birinchi bo'lib biz Play Marketga kirib olib, izlash tugmasiga Speedy Quark VPN deb yozib olamiz. Va Speedy Quark VPN chiqadi o'zi, o'qib ko'rsangiz. Keyin esa biz buni albatta o'rnatib olamiz. Keyin esa unga kiramiz. Albatta bunda reklamalar ko'p bo'ladi. Hozir albatta sizlarga qanday qilish kerakligini ko'rsatib o'taman. Mana birinchi reklama bo'ldi. Xush, hozir biz boshlashimizdan oldin mana Smart Connect degan joy bor. Smart Connect degan joyga hamma ko'rgan bo'lsa, ana o'sha joyga kirib olishimiz zarur. Xo'sh, kirganimizda yana reklama beradi. Xo'sh, keyin esa pastga tushib olamiz. Pastroqqa tushganimizda ana Bolgariya degan joy bor. Bulgariya deb yozilgan, Bolgariya. Aynan ana shu Bolgariyani tanlab olishimiz zarur. Xo'sh, mana tanlab oldik. Yana reklama. Tanlab olganimizdan keyin yoqish o'chirish tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Keyin esa DLC 26 ga kirib olamiz. Keyin esa birinchi bo'lib Play Marketda DLC 25 imiz bo'lsa, DLC 25 ni o'chirib tashlaymiz. Keyin esa qaytadan tortishimiz kerak bo'ladi. Agar biz tortmasak, u ish bermaydi. Qaytadan o'chirib tashlab tortsak, keyin DLC 26 yangilangan bo'lishi mumkin. Mana xo'sh, qanaqa qilib tortishdi albatta hammangiz tushunib olgan bo'lsangiz, endi DLCda qanday o'zgarishlar bor, hammasini ko'rib chiqamiz. Hammasini bo'lmasa ham biroz qismini sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Birinchi bo'lib bu klan qo'shilgan bizga albatta. Mana ko'rishingiz mumkin, o'zingiz xohlagan klanga qo'shilishingiz mumkin yoki xohlagan klanni yaratishingiz mumkin. Bu yerda mana klan pointlar bor. 1 millionga 25 ta olmos, 2 millionga legendarniy DP kuchaytirgich, 3 millionga esa legendarniy scout, 5 millionga 500 ta tanga. Agarda siz mana shunaqangi pointlarni jamoadoshlaringiz bilan birga yig'sangiz, albatta bu savollar sizga beriladi. Xo'sh, endi yana nimani ko'rsatsam bo'ladi? Albatta stadionni ko'rsatishim kerak. Stadion mana juda ham chiroyli holatga kelgan. Oqshom bo'lib turibdi, juda ham chiroyli ko'rinishda. Ancha o'zgarib ketgan DLC 26 da stadionlar ham. Endi esa special playerlar, ya'ni Dream Pointga yig'iladigan, pointlarga yig'iladiganlarni ko'rib chiqsak. Mana qanaqangi o'yinchilar kelgan, anchagina yaxshi o'yinchilar kelgan. Rivaldo kelgan prosta do'stlar. Juda ham zo'r o'yinchilar, kuchli, hammasi bir-biridan yaxshi o'yinchilar kelgan. Pires kelgan, Robert Pires. Xo'sh, juda ham chiroyli o'yinchilar kelgan. Albatta biz DLC 26 ni yaxshilab o'ynab, DPlarni yig'ib, bu 4 ta special o'yinchini ham olib olishimiz zarur. Xo'sh, o'yinga kelsak, o'yinlar unchalik o'zgarmagan, lekin o'yinchilarning kartalari esa anchagina o'zgargan. Mana ko'rishimiz mumkin, bu yerda Luis Openda va Ter Stegen tushib ketgan. Luis Openda 79 o'qigan, Ter Stegen 81 o'qigan. DLC 25 da esa bular menimcha Ter Stegen 82 edi, Luis Openda esa 80lik sariq kartalik o'yinchi edi. Xo'sh do'stlar, sizga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarim va DLC 26 ni qanaqa qilib yuklab olish videosini men qo'ymoqchi edim va mana qo'ydim. Albatta bu video sizga yoqgan bo'lsa yoki samarali bo'lgan bo'lsa, DLC 26 ni yuklab olishni bo'lgan bo'lsangiz like bosing.